Bekzod do'stim obzorni boshladi. Bu obzordan keyin shunaqa taktda, shunaqa stilda o'g'irlash bo'lmasin. To'g'rimi? O'g'irlamaslar. Buni stili bitta bo'lishi kerak. Boshla. 8 ta bozordan qaytgan. Yana 9-bozordan umidvor qilib chiqadigan Teko mashinamiz sotuvga kelgan. Yillari 97-yil yurgan masofalari 4 krugdan ziyod. Oldidagi Chevrolet emblemalari faqatgina O'zbekiston bo'yicha bittagina shu Tekoda mavjud. Xo'sh, salon holatlari juda charchagan. Matolari eshak aravani baloni qo'yilgan, balonlariga. Motor juda moy yeydi, poliklari juda ayanchli ahvolga kelib qolgan. Kolonkalari juda charchagan, bittasi ishlaydi, bittasi ishlamaydi. Bunaqa ko'ryapsiz, mana kolonkacha qo'yilgan. Maxsus chiqqan bu kolonka. Patologlarga keladigan bo'lsa, patologlar ana nima bor, ko'pka holatga kelib qolgan, ustidagi zashitniklari ham yo'q, sidenlari juda charchagan. Bu mashinani olasiz vaqtida olmasizlar, ishoninglar. Plastik metaldan chiqadigan mashina. Mashina haqida qiziqib o'tirmanglar hozir. Telefon nomerni ham aytamiz. 5090 viloyat 95 Qoraqalpog'iston mashinasi qo'ygan. Qoraqalpoqda ishlab chiqarilgan mashina. Bitta O'zbekiston. Toshli sotilsa bo'ladi. Menga qara, kelib ayt pul ishlasa bo'ladimi yo'qmi internetdan? Avayjon, biz sizning nomingizdan pul ishlamaymiz, 5 oling. Ismingiz nima? Nima qilsangizlar? Ismingiz nima? Shalohiddin. Salohiddin. Oman rasmani. Omonligimi? Oman. Keslashamiz. Xullas, akajon oxirgi narxni ayting, taqalganmi? $1000 da. $1000. Ha, mayli, 15 yarim $1000 beramiz. Ha, bo'ldi akajon. Bitta telefon nomeri ayting. 90 kodi. Aha, 90lik. 601 601 27 27. 37. Sizlardan like va podpiska kutib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Buni oling. Avayjon, Mayli. Salomat bo'ling.